Assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlar, aziz obunachilar. Biz mana yana ikkita bir xil bo'lgan kat yo'limiz tayyor bo'ldi. 9 sotikdan 18 sotik joyga qo'yiladi deb bizga zakaz berdi. Biz esa 10 sotikdan 26 sotik bo'lgan joyini isitib beradigan kat yo'llarimizni 9 sotikdan 18 sotik bo'lgan kat yo'llarimizni kat yo'l qo'yiladigan joylarga beryapmiz. Ya'ni sovuq kunlarda ham, minus kunlarda ham bemalol ishlaydigan qilib, oshchasi bilan kalavatini qilib beryapmiz. Hozir shu kat yo'limizni chiroyli qilib avzonni qilib beramiz. Bu kat yo'limiz boshqa kat yo'llarga qaraganda ancha 2 xil, 3 xil narsasi bor. Xudo xolasa video davomida aytamiz. Ya'ni kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Komment o'z fikringizni bildirib o'ting. Yoqqan bo'lsa like bosasiz, biz bo'lmasa boshladik. Kat yo'llarimizni birinchi bo'lib razmerlarini aytsa 75 ga 85, balandligi 2.10. Ikkovi ham bir xil shu razmerda. Eshiklari oldi ponni suvli bo'lgan. Bog'bo'y ko'mirni yoqqanda ham eshiklari suvlilik uchun eshilib ketmaydi, o'z holatini yo'qotmaydi. Eshigimiz pastidagi kulini oladi, yonmagan tosh ko'mirlar chiqib qolsa shu yerdan oladi. Shu yerdan ventilyatori bor, ventilyator qo'yiladi. Bu o'rta eshigidan esa ko'mir solinadi. Bu tepadagi eshigi esa turbalari bor, shu yerni tozalab turadi. Lisimizni qalinligi 4 lik, ichidagi turbalar esa 3 lik. Tonni hamma yo'g'i 4 lik lis. Ichidagi tashi yo'q, hamma yo'g'i bir xil. Kat yo'llarimiz yana bir xususiyatlari bor dedik. Bu kat yo'llarimiz gazga, ko'mirga ishlayveradi. Set 3 bo'lgan taqdirda ham ko'mirni o'ziga bemalol ishlaveradi. Tagini ochib qo'yasiz, ozgina o'zi samoxod yonaveradi. Xudo xolasa sistemani ham shu yerga qo'yiladigan sistemani ham o'zimiz qilganmiz. O'zimiz ham imkon qadar samoxodga mosladik. Set 3 qolgan taqdirda ham bu samoxod o'zini holatda aylanib bemalol kapani isitib beradi. Orqa tomondan ko'rinishi ikkovi ham bir xil bo'lib demhod, tepasida tozalaydigan joyi bor. Shu to'lib ketsa shu joydan tozalab qo'yadi, ichiga tushadi, ichidan esa u oldi tomonni ko'rsatdik, o'sha yerdan tozalasa bo'ladi. Keyin yana bitta narsasi bor, bu pastidan havo beradiganini qo'ydik. Svet o'chib qolsa shu yerni ochib qo'yadi, ichiga havo kirib turib, tepadan tutun bo'lmasdan bemalol yonadi. Bu yerdagi turbani ventilyator bilan ishlatayotganda bekitib qo'yadi. Ventilyator o'chirib turib, svet o'chganda yoki samoxodni yoqaman deganda shu yerni ochadi. Mana kranni qo'yib qo'yamiz, shu yerni ochadi. Ochganda o'zi samoxod tagiga nari tomonni ham ochadi. Bu tepaga havo bo'ladi, ichiga hali kislorod yetmasdan, tutamasdan bemalol yonib beradi. Mana bu joyga o'zgarish qildik. Bu tent ko'p qo'yaman dedi. Endi aynan tentga 100% garantiya deb bera olmaymiz, chunki issiqxonaga 9 sotikli joyga qo'yilayotgan joy kat yo'limiz. Gaz yoqqanimda shu narsani ham bir effektini qilib sinab ko'raman dedi. Kat yo'limizning narxiga keladigan bo'lsak, bu ham gazga, ham ko'mirga, ham samoxodda ishlaydigan kat yo'limizning bu narxi 9 sotikga, ya'ni 10 sotikga ham, 9 sotikga ham 18 milliondan beryapmiz. Chunki bizga 9 sotikga deb zakaz bersangiz, biz sizga oshpaz bilan 3 sotik, 4 sotik oshpasi bilan qilib beramiz. E'tiborlar uchun rahmat. Kommentga albatta o'z fikringizni bildirib o'ting. Biz bundan bag'oyatda xursand bo'lamiz. Yoqqan bo'lsa like, albatta podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang, ya'ni obuna bo'lishni. Xudo xolasa keyingi videolarimizni bundan yaxshiroq, bundan sifatliroq qilib chiqarishga harakat qilamiz. E'tiborlar uchun rahmat.